Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala bandalariga ba'zi oylarni, ba'zi kunlarni fazilatli qilib bergan. Uning fazilati, uning rahmati, uning mukofoti haqida oyatlarda, hadislarda, ulug'lar so'zlarida bayon qilib berilgan. Mana shunday go'zal oylardan, mana shunday rahmat oylaridan, mag'firat oylaridan bo'lgan Ramazon oyidir. Ramazon oyi shunday oyki, unda ko'pgina fazilatlar jamlangan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam hadisi muborakda marhamat qilib aytadilar: An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol: Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Idza kana Ramazon futihat abwabur rahmah وغلقت أبواب الجهنم وسلسلة الشياطين. رواه إمام المسلم. İmam Muslim rahmetullah aleyh keltirgan hadisi muborakda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilarki, qachonki Ramazon oyi kirsa, rahmat eshiklari ochiladi. Jahannam eshiklari yopiladi. Shaytonlar esa kishanband bo'ladi deya marhamat qildilar. Mana shu joydagi bir ajoyib nuqta bor. Insonni diqqatini tortadigan, o'ziga jalb etadigan bir go'zal nuqta bor. Bu ham bo'lsa, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam "Iza kana Ramazon futihat abwabur rahma." Qachonki Ramazon oyi kirsa, rahmat eshiklari ochiladi dedilar. Babun degani arab tilida eshik degani. Eshiklar esa abwab bo'ladi. Mana shu joyda payg'ambarimiz ko'plikka zikr qilib aytdilarki, Ramazon oyi kelganda rahmat eshiklari ochiladi. Ba'zi rivoyatlarda jannat eshiklari, ba'zi rivoyatlarda osmon eshiklari deya zikr qilinadi. Rahmatni bitta eshigi emasda, balkim bir necha eshiklari ochiladi dedilar. Chunki Ramazon shunchalik go'zal oyki, unda bitta eshik yo'q. Bir nechta rahmat eshiklari bor. O'sha eshiklarni eng go'zali, o'sha eshiklarni eng fazilatlisi bu ham bo'lsa Ramazon oyining ro'zasidir. Ramazon oyining ro'zasi rahmat eshiklarining eng kattasi hisoblanadi. Alloh taolo o'zining kalomida marhamat qilib aytadiki: Estaizu billah. Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi va bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkumu-shahr falyasum. Alloh taolo marhamat qilib aytadiki, Ramazon oyiki unda odamlar uchun hidoyat va furqondan iborat bo'lgan alomatlar Qur'on tushirilgandir. Faman shahida minkumu-shahr, kim agar mana shu oyda hozir bo'ladigan bo'lsa, sog' va omonlikda yetib keladigan bo'lsa, ro'za tutsin deya Alloh taolo marhamat qilgan. Demak, mana shu joydagi ikkita go'zal nuqtaga e'tibor beradigan bo'lsak, Alloh taolo birinchisi insonlar uchun hidoyat manbai bo'lgan Qur'oni Karimni mana shu oyda tushirgan. Ramazon oyida tushirilgan. Ramazon oyi Qur'on oyi hisoblangan. Ramazon oyining eng go'zal fazilatlaridan Qur'onni tushirishligi va unda Alloh taolo aytayaptiki, unda kim hozir bo'lsa ro'za tutsin. Demak, Ramazon oyiga sog' va omon yetib kelgan inson, imkoniyati yetgan inson, ro'zaga qodir bo'lgan inson, uni ham Alloh taolo bayonini keltirgan. Ro'za tutolmaydigan insonlar nima qilishligini. Alloh taoloning rahmati shuki, Alloh taolo bandani toqati ko'tarmaydigan yukni yuklamagan. Unda sog' va omonlikda yetib kelgan insonlarda ro'za tutishlikni Alloh taolo amr qilyapti. Demak, ro'za Alloh taoloni bandasiga bergan eng go'zal ne'matlaridan. Bandasiga bergan rahmatlarni eng yuksagidan. Ro'za faqatgina Alloh uchun tutiladi. Faqatgina uning roziligi uchun tutiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisi qudusida marhamat qilib aytadilarki, Alloh azza va jalla marhamat qilib aytdiki, bandaning barcha amallari o'zi uchundir.
ro'za esa men uchundir. Ro'za qalqondir. Birov ro'zador bo'lsa, yomon gaplarni gapirmasin, baqir-chaqir qilmasin. Agar u bilan boshqa birov urushadigan bo'lsa, men ro'zadorman deb aytsin. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisi qudusiyda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilar. Alloh azza va jalla aytadiki, odam bolasining barcha amallari o'zi uchundir. Ro'za esa men uchundir. Uning savobini o'zim beraman dedi. Ro'za qalqondir. Ya'niki bandani yomon ishlardan, gunoh va ma'siyatdan, fisq va fujurdan to'suvchidir. Ro'zador kishi birov bilan baqir-chaqir qilmasin. Ro'zador kishi birov bilan urushmasin. Agar ro'zador bilan birov urushadigan bo'lsa, uni so'kadigan bo'lsa, men ro'zadorman deb aytsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisni davomida aytadilarki, Muhammadni joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ro'zadorni og'zidan chiqadigan hid mushki ambarni hididan-da Alloh uchun sevimliroqdir. Ro'zador uchun ikki xursandchilik bor. Biri iftor qilgan paytida, ikkinchisi esa Robbisiga yo'liqqanda. Bu hadisi muborakda, hadisi qudusiyda bir necha diqqatga sazovor bo'lgan joylari bor. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, Alloh aytayapti, ro'zani mukofotini Alloh beradi. Alloh aytdiki, men beraman ro'zaning mukofotini. Uning mukofoti, uning rahmati Allohning marhamatini ulug'ligidan. Ro'za bandani yomon ishlardan to'sadi, gunoh va ma'siyatdan to'sadi. Ro'zador kishi birov bilan urushmasligi kerak. Yomon so'zlar ro'zadorning og'zidan chiqmasligi kerak. Birov urushganda esa u o'zini ro'zadorligini aytishlik bilan kifoyalanishligi kerak. Payg'ambarimiz aytdilar, ro'zador Allohning oldida ro'zadorni og'zidan chiqadigan hid, ba'zan ro'za holatida yomon hidlar chiqishligi mumkin. Ochlik holatida bo'lgan yomon hidlar bo'lishligi mumkin. Lekin inson uchun mana shu hid insonga aziyat bersa hamki, Allohning nazdida mushki ambardan-da sevimliroq hid, go'zalroq hid bo'lar ekan. Banda iftor payti bo'lganda, ochligi, chanqoqligi ketganda xursand bo'ladigan bo'lsa, eng ulug' xursandlik Robbisiga yo'liqqanda mana shu ro'zasi bilan xursand bo'lar ekan. Bu hadisi muborakni muttafaqun alayh bo'lgan Imom Buxoriy va Imom Muslimlar rivoyat qilganlar. Azizlar, ro'za xolis Alloh uchun tutiladi. Allohning roziligi uchun tutiladi. Ro'zada ro'za tutadigan inson boshqa narsalarni umidi bilan emas. Ariqlayman, bunda men kasalligimga shifo topaman emas-da, balki Allohning roziligi. Alloh o'zini kalomida aytdiki, kim o'sha oyga yetib borsa ro'za tutsin, men shuning uchun ro'za tutaman deyishligi eng afzal amallardan, eng go'zal Allohning rahmatlaridan hisoblanadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisi muborakda marhamat qildilarki, man soma ramazona imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi. Payg'ambarimiz aytdilarki, qaysi bir inson iymon bilan savob umidida Alloh uchun ro'za tutadigan bo'lsa, Alloh uning gunohlarini mag'firat qiladi deya marhamat qildilar. Shuning uchun barchalarimiz Alloh uchun xolis o'zini roziligi uchun ro'za tutadigan bo'lsak, Alloh taolo bizlarga ko'pdan ko'p rahmatlarni nozil qiladi. Alloh taolo bizlarni gunohlarimizni kechiradi. Alloh bizlarni dunyo va oxiratda darajatlarimizni baland qiladi. O'zi rozi bo'ladigan amallarda qiladi. Alloh taolo bizlarni mana shu Ramazonlarni go'zal o'tkazishligimizni nasib aylasin. O'zini rahmatiga burkanib chiqishligimizni Alloh bizlarga nasib va ro'za aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.